Telegram sirlari. Salom do'stlar, men bugun sizlarga Telegram sirlarini o'rgatib o'taman. Bu sirlarni ko'pchilik bilmaydi. Qanday bo'lsa videomizni boshladik. Do'stlar, birinchi bo'lib biz bironta so'z yozib olamiz va uni ustiga bosib turamiz va 3 ta nuqtani bosamiz. Bu yerdan qalinni bossak, tekstimiz qalin holatga kelib qoladi. Va yana birorta tekst yozamiz va ustiga bosib turib 3 ta nuqtani bosamiz. Bu yerdan o'rtasiga chiziqni bosib, uni ustiga bossak, mana shunaqa o'rtasiga chizilgan tekst bo'ladi. Va salom deb yozib, ustiga bosib turib 3 ta nuqtani bosib, havola yaratishni ustiga bosib, masalan birorta kanalimizni havolasini kiritamiz. O'zimning kanalimning havolasini kiritaman. va telefoyda o'z deb yozaman kanalimning havolasini va ko'k bo'lib qoladi va ko'k ustiga bitta bossak, o'sha silkamiz ustiga kirib ketadi. Bu juda ham foydali funksiya. Keyin esa yana birorta tekst yozamiz va ustiga bosib turib, 3 ta nuqtani bosib, bu yerdan yoliga xullas har xil shunaqa stillar bor do'stlar. Salom. Mana bu bilan farqini ko'rishingiz mumkin. Mana salom deb yozamiz, 3 ta nuqtani bosamiz va yo'l bo'shliqni bosib yuborsak, ustiga bossak kopiya qiladi. Shunaqa qilib yozsanglar kopiya qilib oladi do'stlar. Videoga like bosib qo'yinglar do'stlar. Telegram kanalimga ham obuna bo'lish esdan chiqmasin. Sizlar bilan har doimgidek telefoyda bo'ldi. Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Keyingi videolar nima haqida bo'lsin?